Salom do'stlar, sizlar bilan Asko. Asko YouTube kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Obunachilar yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Asko YouTubedan ketdimi, ko'rinmay qoldi dedinglar. Ozgina muammolar bo'lib, YouTubeda yo'q bo'ldim. Bugungi video endi videolarni chiqarib turaman. Sizlar bugungi videoda aktivlik ko'rsatib zo'rqa berasizlar deb o'ylayman. Aktiv qilib, layklarni bosib, prosmotrlarni zo'rqa berasizlar deb o'ylayman. Bugungi videoda ancha kutdim, buni endi ochamiz, bir narsa bo'ladi deb yurdim. Oxiri endi shuni ochmoqchiman. Bugungi videoda semya ochamiz. Kim qo'shilmoqchi bo'lsa, Telegram kanalga yozasizlar yoki shu chatga yozasizlar, nomerimni ham beraman yoki zamlarim o'zi qo'shadi. Zamlarim o'zi qo'shadi yoki o'zim qo'shaman kirib. Nomerimni beraman hammalarga. 333 773 nomerim. O'yinda kirganimda yoki o'yinda bo'lganimda telefon qilsanglar qo'shaman. Asko oilasi endi Narmanniy FVlarga borib hammasini qilib, hamma family bilan, oilalar bilan yaxshi chiqishib, zo'r narsada bo'lib bersanglar, muomalada bo'lib bersanglar bo'ldi. So'kib, netib narsalarni qilmasanglar bo'ldi boshqa oilalarni. Grand Mobile ham ajoyib yangi eventlar kelib, bu narsalar bo'lib ketibdi. Endi semyani ochamiz. Sizlar prosta bu videoga aktiv bo'lib, chotki prosmotrlarni chotki qilib bersanglar bo'ldi. Sizlar semya qo'shib, odamlarni qo'shib, Asko oilasini tanitib, FVlarga borib bersanglar bo'ldi. Mana oila yaratish. Oila nomini qaraylik hozir. Oila nomi mana yerda gapirvatimda bor edi. Nima deyapti? Bekor qilish. Mana oila nomi shu. Asko family bo'ladi. Menimcha uni narsa qo'ysa bo'lmas ekan. Mana ulardan qo'ysa bo'lmasmikan? Bunaqa narsalar. Bo'lmas ekan. Prosta Asko family qilamiz. Aktiv bo'lib beringlar. Bo'ldi saladan shu. Meni qo'llab-quvvatlanglar. Videolarni chiqarib chotki qilaman. Videolar chiqadi. Naqib berayam orasi ochiqligiga. Короче, Asko familyni o'zini qilar ekanmiz. Bo'lmadi. Asko family qilamiz. Davay. Sizda sovg'a mavjud. Qanaqa narsalar kirib ketyapti. Asko family oilasi muvaffaqiyatli yaratildi. Mana Asko family oilasi yaratildi deyapti. Bilan oilaga kiraylik. Necha? Короче, mana 10-o'rin Asko family ekan. Nomlari. Birinchi marta semya ochib turibman. Mashinalar vapshi yo'q. Qani? Oiladan chiqarish, ranglar 1 daraja emas. 10-darajani nima qilamiz? O'zimni nomim hozir. Nima bo'lib ketdi? Asko 9-o'rinmi? Yetak qo'yamiz agar. Ruxsatni taqsimlashmaydi. Bo'ldi. Короче, qo'shilmoqchi bo'lganlar qo'shadi. Uyi ham bor. Uyi ham hozir ulaymiz. Uyi ulash uchun oilaga tashlash kerak edi pul. Oilaga tashlaymiz, bankka borib, qayerga kirib ketyapti.
Asko oilasiyam voymo ko'ti tortib ketadigan mashina. Asko oilasiyam ochildi. Mana sekin yur. Poddeshkada bo'lasizlar, videolarni qo'yaman. Sizlar menga ideya berib bir narsalarni qilib o'zinglar ideya berib tursanglar bo'ldi. Oilani qanday o'lardi? Oilani ulash esdan chiqib qolibdi. Ko'chmas mulkka ta'minoti tashkilot. Mana. Tafsilotlar oila balansiga kiritish 1 million bor ekan bankda. Hammasini o'tkazaman. 15 o'tkazaylik. Komissiya bo'lsa-chi? 5 1 2 3 okey. 1 marta 0dan naqd. 1 2 3 Davay. Ketdi. Oilani endi uydan ulanadi. Sev uyga borish kerak. Uyimiz ham hozir keldim-ku, arzamasdi uyimiz. O'zim uyimni oila uyiga o'tkazib yuboraman. Oila bo'lsa bo'ldi menga. Yani obunachilarim o'zi paddesh qilib o'zi meni addushi bor 126 dan bo'lib ketimiz kirmagandimanda YouTube'ga. Men Porsche bo'lmasa ekan, ko'ti tortib ketar ekan. Men mash Porsche ham obzor qilib qo'ydim birodar. Hop, endi sekin boramiz. Asko family. Chotki bo'ldi tak. Oilani ochganimiz chotki bo'ldi. Короче, endi uyga boramiz. Aytib qo'yaman, Porsche ko'ti burilib ketar ekan. Hop. Uyimiz mana ko'rdinglar-ku mana. Voy. Hop, 560-uy ekan. Uy ta'mirlanmagan vashsheti. Pul tashlasanglar mashina olamiz. Addushi oila uyi. Okey? O'sa mana oila uyiga ham aylandi. Endi jigarlarim kesanglar bo'ldi. Bitta screenshot olaylar bitta. Qanday olardi uni nimaga? Mana. Короче bo'ldi ana. Screenshot ham oldik. Oilani muvaffaqiyatli yaratdingiz. 560-uyga aylantirildi. Короче do'stlar, shu uyni uladik. Вообще-то mashina yo'q. 0. Qo'limda 3 million bor. Kelishi mumkin. Prosta normalniy mashina olaylik deyapman-da. Prosta oilaga qo'shilib pul tashlasanglar oilaga. Men birortasini o'zimga ishlatmayman. Men obunachilarim yaxshi meni oilamda yurib, meni poddeshka qilib yursa bo'ldi. Men u oiladagi pulni o'zimga вообще ishlatmayman. Faqat oilaga mashina olamiz, oilani kuchaytiramiz, FVLga boramiz. Inshaalloh top 2, top 1larga chiqamiz, xudo xolasa. Yaxshi bolalar, so'kinmaydigan, muomalasi chotki bolalar biz semyaga o'tadi deb o'ylayman. Ham men obunachilarim unaqa so'kinmaydi, shaloq emas. Shu mana oilani uladik. Yana bitta tashqari chiqib ko'rsatib qo'yay uyni. Keyin eslatib ham qo'yaman. Chiqish qilamiz. Mana Asko family 560-uy. Nomerim 333 773. Yoki masha kelasizlar yoki menga o'yindaligimda telefon qilasizlar yoki zamlarim birorta qo'sha oladigan odamlarni yoki Telegram kanalimga yozasizlar, meni aka qo'shing desangiz, shunaqa qilaman, sizlarni qo'shaman. Obunachim bo'lsanglar bo'ldi, men mana shu videodan kelib, mana shu videodan ko'rib kelib, meni poddesh qilib, prosmotrlarni qilib, layklarni bosib bersanglar bo'ldi. Men yoki ko'payib qolmayman, kamayib qolmayman.
Sizlar oilaga pul tashlab hammasini cho'tka qilib bersanglar bo'ldi. Men kontent olishda davom etaman. Obunachilarim boringlarga shukr. Videoni to'xtatamiz. Bugungi video oila ochdik, mana semya ochdik. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar obunachilarim, hammanglarga rahmat.